Isroilni yo'q qilishni istagan Saudiya Arabistoni qirolini bilarmidingiz? 1973-yilda Isroil va arab davlatlari o'rtasida bir urush boshlanadi. Amerika bu urushda to'liq Isroil tomonida bo'ladi va vaziyat 3-Saudiya qiroli Faysal bin Abdulazizni g'azablantiradi. Pan-islomizm va Falastin tarafdori bo'lgan qirol Faysal boshqa neft eksport qiluvchi arab davlatlari bilan birgalikda G'arbga Isroilga bergan yordami sababidan neft embargosini joriy qiladi va neft ishlab chiqarishni qisqartirishdi. Embargo neft hajmini qisqartirarkan, talab o'zgarmay qolganiga narxlar tezlik bilan yuqorilaydi. Bu vaziyat Amerika va Yevropa kabi sanoat gigantlarida inflyatsiya va ishsizlik darajasining falokatli tarzda oshishiga sabab bo'lgan. Tarixga 1973-yil neft krizisi o'laroq kirgan vaziyat 1929dagi buyuk depressiyadan keyingi dunyo uchun bo'lgan eng katta ikkinchi iqtisodiy krizis bo'lgan. Qirol Faysal esa embargo yakunlanganidan 1 yildan keyin jiyani tarafdan o'zining saroyida suiqasdga uchrab o'ldirilgandi.